Boshlandi. Andijonga vlog boshlandi. Ishxonadan o'ta tezlikda kelib, o'ta tezlikda mashinaga chiqib, o'ta tezlikda yo'lga chiqib ketdik xullas. Rosa shoshilganimni ko'rishinglar mumkin. Paypoqda ham yo'lda kelib ketyapman. Yo'lda laylaylarni ko'rdik va bizni navigatorimiz 2,5 soat ko'rsatdi. Bitta uxlab tursam уже Andijonga kelib qolibmiz. Faqat yo'l video olavermay deb skip qilib yuborishga qaror qildim. Andijonga kelishimizning asl sababi mana shu katta akvapark. Kasadagi bratlarni tanirkan rasmga tushib oldik. Birinchi bo'lib ovqatlanishga qaror qildik, chunki asablar juda ham tarang edi. Ovqatlanib bo'lib keyin rosa trend videolar oldik. Alyo Arsen Tolka basseyn degan. Mana shuncha shov-shuv qilingan akvaparkda bitta ham attraksion yo'q. Qoyil qolish kerak. No, sal cringe-rog'i, no normal. Xo'p, bu yerda ayollarga 100 ming, o'g'illarga 120 mingdan ekan. Bir marta to'lov qilsangiz xohlaganingizcha cho'milaverasiz ekan. 3 soat it baliqdek suzib, va nihoyat akvaparkdan chiqdik va yo'lda ovqatlanishga qaror qilib mashinaga to'xtadik. Yegulik, ozib ketganimga bir qara. Kim nima desa desin, baribir Fustega yetadigan yo'q. Yo'lda har xil radarlarga, yana bir nimalarga tushib, yo adashib qolmasligimiz uchun navigatorda o'zim qarab, ayamga aytib ketdim. Bay, bu atmosferani qaranglar. Endi videoga olaman deyishim bilan bu daraxtlar chiqib qolishini qaranglar-da. Ana qilib Qo'qonga ham kelib oldik. Bunaqa vlog videolar ko'proq chiqishi uchun obuna bo'lib, kommentariyada maksimalniy poddержка qilinglar. Keyingi vlog videolarda ko'rishguncha